Bismillahirrahmanirrahim. Hammaga assalomu alaykum Mahmud O'zkanalning obunachilari, ashaddiy chorva ishqibozlari, akalar, ukalar, hoji ota, hoji onalar. Xudo xohlasa Sementalidan, Greenfurtidan, Avlikolidan, anaqa toza qonidan, nasliga, chiroyligidan so'ragan aka ukalarimizga inshaalloh mana shu videoda ko'rish tavsiya qilamiz. Akalar, xudo xohlasa Andijon viloyati, Andijon shahri Bog'ishamol hududi, ya'ni eski mashina bozorini hududiga yaqinroq joydamiz. Xudo xohlasa Rasuljon akamizni fermasiga tashrif buyurganmiz. Akalar, xudo xohlasa bugun shanba kuni 2026-yil 1-avgust sanasiga mollarimizni ma'lumotlarini xudo xohlasa Rasuljon akamiz o'zidan olishga harakat qilib ko'ramiz. Bismillah. Akalar, aytib o'tilganidek xudo xohlasa Greenfurtlarimizni, sementallarimizni ma'lumotlarini Rasul akamiz o'zidan xudo xohlasa olishni boshlaymiz. Rasuljon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Aka, holinglar, charchamayapsizlar? Sog'lar yaxshimi? Charchamayapsiz? Sizlar aka, qiynalmasdan aka. Obunachilarimizga alangali salom hammasiga. Rahmat. Butun O'zbekiston xalqiga salom. Hammaga salom aka, xudo xohlasa. Xudo xohlasa mana yaxshi tovarlarimizdan bor. Go'zallardan bo'pti aka. Aha. Bular soni nechta bo'ldi aka bugunga? 35 ta aka. 35 ta aka, xudo xohlasa. Akalar, xudo xohlasa mollarni orqa ketlari shunday haydab beraman, bir yoritib berasiz. Avlikollari ham bor, sementalni 100% xona tozalaridan bor akalar, xudo xohlasa. Akalar, bo'ylari 120 degan molimiz ham bir ikkita, uchta bor xolos, qolganlari 125, 130 tepasidagi mollar, xudo xohlasa aka. Aytdan tursiz bir haydab beraman aka, bunday yoritib berasiz. Screenshotga bitta o'tkazaylik aka, xudo xohlasa, chiroylarni ko'rishib screenshot qilish olaveradi obunachilarimiz. Akalar, xudo xohlasa mollarni yurishlari, turishlari xudo xohlasa o'ta go'zal. Mana shunaqasidan so'raganmidingiz aka? Mana avlikol. Yeb ichlari xudo xohlasa sog'ligi zo'r aka. Sog'lik salomatligi aka, xudo xohlasa behijolat a. Bemalol akalar, xudo xohlasa sog'ligini sinab oladi. Sinalgan mollar aka, xudo xohlasa. Ularni emlovlari xudo xohlasa qilib qo'yilgan a. Hamma yo'g'i tayyor, faqat boqish kerak. Faqat borib baqsa bo'ldi buni, xudo xohlasa. Albatta. Akalar, xudo xohlasa buni olib borib bemalol boquvga, yemga tashlasanglar 3 oyda, 4 oyda go'zal holatda tayyor bo'ladigan mollar akalar. Yangi yiliga molim bormi desa, molim bor deydigan, bemalol rasmga tushadigan mol bo'ladi, xudo xohlasa akalar. Rasuljon aka, Labbay aka. bularni narxlari aka nima bo'ladi? Nech puldan boshlanyapti buni aka? Narxlari aka, bu katta kichkinamiz hammasi. Bir dona kichkinamiz bor. Bonuskami aka bu, xudo xohlasa? Bonus, xudo xohlasa. Akalar, xudo xohlasa 24 million so'm bonus aka. 24 million so'm bo'lyaptimi? Orqaga ketib, xudo xohlasa qochib to'smay tur endi, qoch. Orqasini ko'rsatib qo'yamiz akalar, xudo xohlasa. O'ta go'zal, chiroyli. Buni ham bahsda xudo xohlasa chiroyli mol bo'ladi. 24 million so'm yaxshi bitta bo'ldimi ichida? Bir donasi 24 millionligi bor aka. Mana sementallarni, Greenfurtlarni endi bularni eng yoshidan aka 27 million so'mdan beramiz. 27 milliondan ichidan ikkita chiqadi, nechta chiqadi bundan? Aka 4 ta olaman desam chiqarib bera olaman. 4 ta olaman desam 27 million. Endi ja 5 ta, 6 ta, 8 ta, 10 ta deya olmayman. 5 ta, 6, 8, 10 ta. Shu 4 ta chiqarib beraman aka. 27 million so'mdan. 4 tagacha 27 milliondan xudo xohlasa o'zi chiqarib berasiz bularning ichidan, ha? Masalan 30 million so'mda atrofida molim ko'p aka. 29-30 da atrofida vibri ko'p, ha? Aha. Endi hammasini bitta olaman deganlarga aka 29,5 dan butun O'zbekiston bo'yicha manziliga boradi. Soni nechta edi buni? 35 ta aka. 35 tani bitta joyga olaveraman desa, narxi 29,5 dan xayri kamini qilib beraman. 29,5 milliondan xayri kami xudo xohlasa chiroyli go'zal holatda bo'ladi. Ichidan baquvvatini, go'zallaridan tanlab olamiz desachi nima bo'ladi aka? Bitta 32 million so'mligimiz bor. Bitta 32 millionligimiz qaysi? Masjidda yuruvdik-da, kattasini ko'rdingmi? Ha, ha. Mashina ichida bir dona bor. Bo'ylari 135, 140 ga yaqin. Bitta katta. Xudo xohlasa mollar mana chiqib qoldi, xudo xohlasa. Sorti nihoyatda 32 million, ha? Ha. Xayri kami ham bo'ladi unga, aytilgandan ham muhim emasmi? O'zi 33 million, 32 million so'm maqsad sotish aka. Maqsad sotish. Realnisini aytib qo'ydim. Hozir oxirgi tochkasi aytilyapti, xudo xohlasa. 32 million so'mga beramiz aka. 32 million so'mga jo'nat desa jo'nat yuborilaveradi. Joyini adresini tanlamaymiz aka, yetkazib beramiz. Tanlanmaydi, xudo xohlasa. Butun O'zbekiston bo'ylab, O'zbekistonda uyi bo'lsa bo'ldi, xudo xohlasa. Albatta yetkazib beramiz aka. Mollar sorti nihoyatda zo'r, semental aka. Buning ichidan bir chiroylilarini bir 8 ta, 10 ta tanlab olamiz, o'rta holdagi narxlar aka. Aka murosa qilamiz. Murosa qilinaveradi, xudo xohlasa. 30 million, 32 million deganman, u pul bo'lmaydi aka.
U prosta og'izdagi pullar, xudo xolasa Ha. kelishsa boshqatdan ustida chiroyli dogovorlar Xudo xohlasa hammasini xayri aka kamlari chiroyli bo'ladi qilib aka, beramiz xudo xolasa. aka. Orqasini qaranglar akalar, xudo xolasa mollar Bunday o'ta mochikadan bitta aylanib qo'ysangiz, mana mochikadaglar ham chiqmay qolmasin. Mana hammasini bir aylantirib xudo xolasa olib qo'yamiz endi. Akalar mollarni o'zinglar ko'rib, buni tushungan, bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi, Rasuljon aka, xudo xolasa Albatta. ularni. Mol olmagan ham sortiga lak bossin. Ha, sortiga lak bosib qo'yadi, xudo Xudo xolasa. xohlasa. Ko'rib tomosha qilib, dam oladigan, miyan dam oltiradigan mollar, xudo xolasa. Olib borsangiz, maza qilib, baqasiz, tomosha qilib, Bu 35 yonboshlab yotasiz, xudo xolasa akalar. bu 35 ta mol bilan to'xtab qolmaymiz aka. Manadan bir 15-20 ta molimiz bor Bu yoqlarda ham xudo xolasa Faqat mollar ulgurmadi bor aka. Xudo xolasa kelishaveradi aka. Shvetlarimiz ham bor bu yoqlarda. Bor aka. Bulardan yana yangilar bo'ladimi, xudo xolasa aka? Xudo xolasa yangi haftaga aka hamma Viberdan qilamiz. Yangi haftaga kim nima qanaqa mol so'ragan bo'lsa, xudo xolasa Aloqaga hamma chiqaversin. videolari bo'ladi. Zakazlar bo'lsa bersin aka. Zakazlar bo'lsa, Menga mana xudo xolasa. razmerli mollar, mana Qirg'iziston shvetidan yoki mana naslli zotlardan deb summasini aytsin. Ashi Xudo xolasa kimga qanaqa yetkazib razmerda kerak bo'lsa akalar kommentariyada o'zinglarni fikringlarni qanaqa moldan zaruriyat bo'lsa bemalol yozilaveradi, xudo xolasa. Rasuljon akamiz xalqni eli yurt xizmatida olib kelib yetkazib berilaveradi, xudo xolasa. Albatta yetkazib beramiz. To'xtab aka. qolinmaydi akalar, xudo xolasa. Kimga qanaqa nasldan kerak bo'lsa bemalol tortinmasdan ekranda telefon nomerlarini qo'yib ketamiz, o'ziga telefon qilib aytilinsa ham bo'laveradi aka, xudo xolasa. 24 soat ishlayveradi telefonlarimiz aka. Albatta. Xo'p. Xudo xolasa aka. Keyingi haftalar yangilarimiz ham keladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Harakatlar bo'lyapti. Xudo xolasa yangi haftaga Viberimiz ko'p aka. Viberlar aka, siz xohlagan razmerda, siz xohlagan naslda, siz xohlagan zotlarga xudo xolasa keladi. Bemalol bittaga ham, 10 taga ham mashinalarimiz bor. Bemalol O'zbekiston bo'yicha yetkazib beriladi aka. O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz aka. Mashinalar shu yerda tayyor. Bitta telefon qilib, aka menga mana shu mol jo'natib bering desa, aka bitta telefon bilan jo'natib berilaveradi. Xudo xolasa. Xo'p. Akalar, xudo xolasa bugunga Rasuljon aka, bonlarimiz hozircha mana shu bo'ldi bugunga. Aha. Hozir mana syomkadagi molimiz 35 ta, bir 50 ta atrofida molimiz bor. Ha, bundan tashqari ham bir 10-15 ta shvetlari bor. Ha, Xudo bor. xolasa ham bir maxsus video qilib xudo xolasa yetkazib qo'yamiz obunachilarga. Xudo xolasa akalar, bugunga mollarimiz shu bo'ldi. Xush. Bitta like'larni bosib, kanalga obuna bo'lmasdan kuzatayotgan akalarimiz kanalga obuna bo'lib qo'ysa, chunki bundan keyingi videolarimizda bundan chiroyli, manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa. O'tgan vaqtiga rozi bo'ling akalar, xudo xolasa. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik akalar.